Cristiano Ronaldo haqida siz bilmagan 5 ta fakt. Birinchi, Ronaldo tug'ilganida otasi unga nomini mashhur Amerika prezidenti Ronald Reaganga qo'ygan. Ikkinchi, Ronaldo hech qachon tatuirovka chizdirmagan, sababi muntazam ravishda qon topshirgan. Uchinchi fakt, Ronaldo bolaligida qashshoqlikda ulg'aygan. Shu sababdan u ko'p marotaba McDonald'sdan ovqat so'ragan vaqtlari ham bo'lgan. To'rtinchi fakt, Ronaldo 15 yoshida yuragiga operatsiya qilingan, lekin futbolni tark etmagan va eng katta yulduzga aylangan. Va so'nggi faktimiz, Cristiano hozirda Instagramda dunyoda eng ko'p kuzatiladigan inson hisoblanadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.